Mirzacho'l tuman axborot kutubxona markazi tomonidan bugungi kunda kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, yosh avlodning mutolaaga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda ularning ma'naviy dunyosini boyitish borasida izchil ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Markaz tomonidan turli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, uchrashuvlar va innovatsion loyihalar tashkil etilib, kitobxonlar bilan yaqindan muloqotlar yo'lga qo'yilgan. Shu jarayonlarning mantiqiy davomi sifatida bugungi kun yosh kitobxonlarining diqqat markazida bo'lib ketayotgan Tirik kitob, jonli ensiklopediya nomlari bilan mashhur bo'lgan Xayrulla Asadov bilan Mirzacho'l tuman axborot kutubxona markazi rahbari o'zaro suhbatlashish maqsadida uchrashuvga yo'l oldi. Mazkur uchrashuvdan ko'zlangan asosiy maqsad bugungi kitobxonlarning qiziqish doirasi, ularni o'ziga jalb etayotgan zamonaviy va badiiy adabiyotlar, yoshlar orasida ommalashayotgan kitoblar haqida fikr almashishdan iboratdir. Sizlar shu ijtimoiy tarmoqda kecha ko'rib qiziqib keldik. Jizzaxdan Mirzacho'l tumaniga kelyapsiz. Bizlar kutubxonachi. Mirzacho'l tumani axborot kutubxona markazida rahbar bo'lib ishlayman. Qiziqib keldim. O'qishni tavsiya qilish mumkin bo'lgan eng mashhur adabiyotlarni tavsiya qilib bersangiz. Rahmat. Men jahon adabiyotlarini ko'proq o'qidim. Bu yoshlar jahon adabiyotlarini. Masalan, kam o'qigan insonlar uchun eng ko'p insonlar, men kitob ichida yuraman, eng ko'p insonlarni kitob hayotga kirib ketishiga sababchi bo'lgan Artur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Bu o'qimagan ham o'qiydi. Juda o'qigan. Rudyard Kipling, Mauгли asari. Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Mark Twain, Приключения Тома Сойера Геккельбери, Граф Монте-Кристо. O'zbekcha yozuvchilar O'tkir Hoshimov, Abdulla Qodiriy, mana jadidlarimizda ko'p yangi kitoblar chiqdi. Hech qanday nima bo'lsa ham o'qinglar bolalar. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ham aytgan ekanlar-da, ilm kerakdan ortiq. Xohlasangiz ham hammasini ola olasiz. Yoqqanini qiziqqaningiz bor. Bilib olinglar, yoshlar kitobning eng yaxshi tomoni u bepul ustoz. Mana masalan har bir neylarni ota-onalar repetitorga pul berishga puli yo'q. Puli yo'q. Hatto institutga o'qishga masalan kontrakt qimmat tushadi. Xususiy ta'lim olsangiz zarar bo'ladi. Xususiy ta'lim kuchliroq. Masalan, Lev Tolstoy xodimi. Ko'p buyuk shaxslar o'zlari xususiy ta'lim olishgan. Boshlarda ustoz bo'lgan-ku, hisobot olib qo'ygan xususiy ta'lim olib, bemalol o'zlaridan bo'lsalar bo'lib. Mana masalan, hozir bilinglar, kompyuter programmistlar, yaxshilari Toshkentda o'zida 5 ming dollar oy oladi. Oddiy ishchi 1 yilda oshqa ish. Matematikani o'rganinglar. Matematikaga aloqasi bo'lmagan fanlar, noaniq fanlardir. Qaranglar, mana o'qib mana yaxshi sharoitlarga erishdik. Shuning uchun ilmdan o'zga narsalar yo'q bolalar. Qancha o'qishinglar shuncha yaxshi kutubxona. Mana masalan, eng buyuk joyda mana masalan kutubxonani bir chekka qishloqda hikoya eshitganimda, bir chekka qishloqda sizdagi chiroyli bir kutubxonachi bo'ladi-da. Endi zamon rivojlanib ketdi-ku. Bitta boygacha paydo bo'ladi, kompyuterxona qo'yadi, masalan 10-20 ta turda hech kim kelmay qo'yadi. Hamma bitta dona bola bo'ladi, o'sha kutubxona bo'ladigan. Keyin oxiri nima bo'ladi natija? Shu boy, deydi bir paytlar olib qo'yasan bu kutubxonani tezroq bo'shat, nimasi biz ham menga joyi kerak narsa qilaman. Nimadir qilmoqchi bo'lsam nima. Keyin o'shanda bola kasal bo'lib qoladi, ya'ni kutubxonachi jon kuydiradi, qayerga olib boradi? Nima qila oladi? Bu kitoblar-ku. O'shanda bir bola keladi. Bolajonim o'sha bola keladi. Kutubxona o'zini himoya qiladi. Qodiriylar, cho'lponlar. Keyin adasiga aytadi, "Adajon, iltimos mashinangiz bor, damansiz bor, shu kitoblarni tashlab yuboring" deydi. Keyin kitoblarni tashlab yuboraman, keyin keladi uyga. Bolam ustozingni uyi to'layap kitob olgan-ku, kitob xatga sig'diradi, o'z joyi ham yo'q, kitob olgan bolam deydi. Keyin ertasiga o'sha kutubxonani buzish bunaqasi. Buldozerlarni odamlar haydagisi kelmayapti-da, o'sha buldozer tushadi. Ana boy qahri bilan, "Ha, bizmiysanmi?" deydi. "Men senga hali ko'rsatib qo'yaman" deydi. Buldozer haydab turib, rachokani shundoq kutubxonani davoliga olib kelganda, nima bo'ladi bilasizmi? Voh deydi. Voh deydi. Ko'zlari ko'rdi. Joyida ko'zlari ko'rdi. Men hayotda ham shohid bo'lgan inson ko'zi ko'rdi. O'shaning uchun kitob o'zini himoya qiladi. O'qinglar yoshlar. Mana masalan, Yaponiyada urush ketmoqda. Ustoz talabalar dars beradi. Talaba ustoz ketmoqda. Ustoz. Tashqarida urush ketmoqda deb siz bilan qo'l davolarsa dars beradi. Hadi yuring. Qo'limizga qo'rg'on olaylik, vatanni himoya qilaylik. Bolajonim, tashqarida bo'layotgan ishlar 25 yil, 30 yil oldin hal qilib bo'lingan. Mana shu to'rt davol orasida bo'layotgan bir narsalar muhim.
Sen yaxshi o'qiysan. Kelajakda yaxshi injener bo'lib yetishib chiqasan. Vatanimizga keladigan balolarni oldini oladigan binolar qurasan. Bolajonim bilib qo'ygin. Bizning muammolarimizda chet eldan kelib hech kim hal qilmaydi. Uni sizlar hal qilasizlar. Qishloqlarda yo'llar bo'lishini, chiroqlar kelishini. Xohlaysizlar, o'qishinglar kerak do'stlar. Bir turkiy nasi ham bor-ku. Bir chekka qishloqda bor, juda chekka qishloqlar, bir nogiron odam bor. O'shanda ham nima bo'ldi? Endi bizning qishlog'imiz rivojlanadi dedi. Nima etsa bizga muallim keldi. Mana muallimingizlar. Rahmat. Suhbat davomida kitobxonlarning didi, ularning tanloviga ta'sir etuvchi omillar, shuningdek kitob mutolaasini yanada rivojlantirish yo'llari muhokama qilinishi rejalashtirilgan. Ushbu jarayon orqali nafaqat kitobxonlarning ehtiyoj va qiziqishlarini chuqur o'rganish, balki kelgusida yanada samarali loyihalarni amalga oshirish, kitob fondini boyitish hamda kitobxonlarga zamonaviy va dolzarb adabiyotlarni yetkazib berish imkoniyatlari kengaytiriladi.